Adasi qarang, mana bu yoqda men orzu qilgan sumka juda ham arzonga sotilayotgan ekan. Mana shundan olib bering, iltimos. Mana shundan olib bering, mana shundan. Mana. Voy, namuncha qimmat. Oddiy sumka-ku. Demak, meni yaxshi ko'rmas ekansiz. Iya. Hop. Ma. Ertaga borib olish sumkani. Rahmat boy ota. Iya. Nima bo'ldi yana? Men bu sumkani sotib ola olmas ekanman. Voy, hozir senga shuncha pul berdim-ku. Shu-da, endi bu meni pullarim. O'z pulimga bunaqa qimmat narxga sumka sotib olgim kelmayapti. Bo'pti. Men o'zim ertaga senga shu sumkani olib beraman. Faqat hozir tinchgina futbol ko'rishga qo'yasanmi, yo'qmi? Rahmat dadajon, siz shunaqa ehsonsevarligingizni bilib turmushga chiqqanman-da o'zi ham. Xotining.